Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Bilasizlar, men shunaqangi odamlarga manfaat istaydigan narsalar chiqarib boraman. Ya'ni yog'och materiallari, shipr bo'ladimi, uy qurilish mollari, jamiki hamma narsani to'g'ridan to'g'ri birinchi qo'ldan yoki ishlab chiqaruvchidan reklama qilamiz. O'shaning uchun iloji boricha bittadan like bosib qo'ysalar, qizg'anmasdan, agar jalki bo'lmasa jigarlar. Bu bolaning ismi Murodjon. Assalomu alaykum, obunachilar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa, sinfdoshim yaxshi bola. Mana hozir yog'ochlarni terib qo'ygan. Hozir yanvar oyi. Yanvar oyida ko'pchilik qurilish qilmaydi-yu, lekin qurilish qilmagan bilan, lekin qurilish materiallarini olib qo'yish kerak. Bahorda zakatobga tayyor qilib qo'ysalar, xudo xolasa, yana haligi bozorga bor, pul top, bu degan narsa bo'lmaydi. Endi pul borida olib qo'yganlaring yaxshi iloji boricha. Sababi yanvar, fevral oylarida bu yog'och furushlarda ham savdo past bo'ladi. O'shani hisobiga jicha skidkali qilib, misol uchun, o'sha bahor oyida misol uchun 20 millionga oladigan narsangizni, misol uchun qishda, yanvarda yoki fevralda 15 million, 16 millionga olishingiz mumkin bo'ladi, xudo xolasa jigarlar. Menimcha to'g'ri gap gapiryapmiz, to'g'rimi? To'g'ri bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Endi qaysidan boshlaymiz, Murodjon? 4 metrli to'sin. To'sin. Bezgarbir bu, ha? To'sin sarobga ishlaydi, narsa o'rtadi. Sarobga. Narxlar 90 ming so'm. 90 ming. Yumalardan chiqqan sal arzonlar bo'ladi. Hammasi choqroq bo'lmaydi. Ha. Muyimga yaraydigan narsani qo'yganmiz. Ha, muyimga yaraydigan narsa. O'ranaqa ichiga jarlik. Xo'p, endi buni yana qanaqasi bor buni sayt ekan? 4,5 metrligi bor. 4,5 metrligi. Bu necha pul chiqadi? 110 ming bilan 120 ming o'rtasida. O'rtasida. Nimaga ikki xil narx? Chil bu hozir kelsa, telefon qilsa 120 ming deb qo'ysa, internetda 110 ming deyilsa, ana bu qolmaydi deyapsiz xolos. 110 minglik ham bor, 120 minglik ham bor. Holatiga qarab to'lagan. Endi-chi. Bunisi 50 ming so'm. Bu nima? Choyxona strapila deyiladi. Choyxonalar strapila deyiladi, bu. Garbili yo'q. Necha pul bu? Garbili yo'q. Bu 50 ming so'm. Ha. Bular 40 ming so'm. Bularni o'sha millatlar ishlatsa bo'ladi. Millatlar ishlatsa bo'ladi. Ichiga qo'yilmagan. Ikki xili bor. 40 ming bilan 50 ming olasizda. 3 metrli 30 ming so'm. 3 metrli 30 ming so'm. 18 4 metrli xabarlarimiz bor. Qatga tashlaydi buni o'zi asosan? Dorixonalarga, ayvonlarga tashlagan narsa bo'ladi. Ha. Juda ham necha pul chiqyapti bu? 100 ming deyapmiz. Endi men kelishgan holda bo'ladi. Kelishtirasiz. Albatta kelishtirasiz mana obunachilarim. Endi rekanamiz bor. Reka necha pul bu? 3,5 ming so'mdan 3 metrli. Bu nima o'zi? Kaliforniya, ko'kteraymi? 3 metrli, 2 metrli ichida Kaliforniya aralash bo'ladi. Aralash bo'ladi. Yo'q deyolmaymiz. 4 metrli bo'lishi mumkin. Bo'lmaydi ham desa bo'ladi. Kaliforniyasi yo'q desa ham. To'ppa-to'g'ri. Necha pul chiqyapti dedingiz? 3,5 ming so'mdan bu 3 metrligi. 4 metrlik 4 ming bilan 4,5 ming o'rtasida. Donasimi, metrimi? Metr. Metri chiqadi. 4 chiqqan. 4 ga 4 chiqadi. Bunaqa 20 minglik vassamiz bor o'rta. Hammasi uzun. Ichida ular bog'i yo'q. Hammasi 4 metr. Vassa. Bu endi tomga tashlash uchun qimmat vassasi bu. Eng qimmat. Bundan oshiqvasi bo'lmaydi. Ha, bundan arzoni ham bor, ha bu. Bu endi splashni uzun, katta bo'lganligi uchun stik kamroq tushadi. Yangilik qo'yganmi? Yangilik nima endi bu? Dunyoda yangilik qildingizmi yo? Taxta bozori yangilik qildingizmi? Taxta bozor yangilik, kabinat taxta bozor yangilik. Nima bu? Reka. Reka. 4 ga 4 mi bu? 4 ga 4 chiqqan, sasni qalin bo'lsa, bu ham to'shna narsa. Ha. Garbili yo'q. Garbili yo'q. Javob deyolamiz. 6 dan qilib baylangan. Ha, 6 tadan qilib baylangan. Necha puldan bu metr? 5,5 ming so'm. Metri 5,5 ming so'mdan bezgarbir. 4,5 metrligimiz bor. 4,5 metrligi. Uzun 4,5 metrlik. Uzun. Bu ham 4,5 ming so'm. Faqat bular ichida menga o'xshab choqirlar bo'lmaydi. Ha. Sal garbili bo'ladi. Sal uchida, uch chekkasida bo'lishi mumkin, ha? Demak, 6 metrlik ekamiz bor. Strapilar, qo'l shapkalari chiqqan narsa. Ha, necha pul bu? 8,5 ming so'm deyapti. 8,5 ming. Xo'p, juda ham yaxshi. Endi reka, strapilar, vassalarida tushundik. Endi navbat to'sinlarga. Bu necha metrli to'sin bu? 5 metrli to'sin do'stlar. 5 metrli to'sin. Quruq to'sin. Hozir ishlataman deganlarga, ovqat qashashda bo'laveradi. Holatlar yaxshi. Necha pul bu? Bu 150 ming so'm bilan 160 ming o'rtasida kelishgan holda bo'ladi. Kelishgan holat 5 metrli. 5 metrli. 4 metrli-chi. 4 metrli mana boy to'sin bor, aytmoqda. Hammasi bilan holat. Endi boy to'sin deysiz buni endi. Qalam bo'lganligi uchunmi? Qilaman, solinmay, ha? Qilaman. Baquvvat shunaqa holat. Necha pul chiqadi bu 4,5 metrli? 150 ming, 4 metrli yo'qda. 4 metrli 150 ming. Bu holatda 120 ming so'm yonida. Ha. Bu ham 4 metr to'sin deyiladi. Nima farqi bor bu bilan buni? Kattalikda. Qalinligida. Qalinligi. 11 ming so'mdan vassalamiz bor o'rta. 11 ming so'mdan vassali. Bu donasi 17 tadan qo'yilgan. Bu korobkadan Oldin tashaladi. Oldin tashaladi. Keyin tashalgan. To'sindan keyin o'sha loy uchun, loy bosish uchun. Donasidan sana olasiz. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.
15 ta. Bir xilda 15 tami? Eng kam 15 ta, o'zi ham 16-17 gacha bor. Ha, nechi pul chiqyapti uni kvadrati? Shundan chiqadi, bitta kvadrat. 11 ming so'm. Bir qatorda nechi kvadrat bo'ladi? 4 kvadrat deyiladi. Endi bozor kvadrat bilan biz hozir buni ming yopishlardan taqdirimizda ham to'shdan chiqmaydi. Hali 100 kvadrat joylar 5-10 kvadrat qo'shib olinadi. To'sindan to'singa o'tishi borda buni. Juda ham yaxshi. Bu holatda 15 ming so'm orada. Nimaga bu? Donalar 9-10 tali qo'yilgan bu 50 programmani o'zida lentada chiqadi. 50 lira. Ha, 50 bo'lsa 15 ming so'm. Hop, bu to'si nechi? Bu necha metrli bu? 5 metrli o'rta 150 ming so'm. 5 metrli 150 ming so'mdan. Hop, yana nima bor? Yana nima bor? Bu necha metrli to'si? 4 metr to'sin. Bu 4 metrli uylarga tushirar ekanda. 25 dan mingsa yetadimi, misol uchun devor chekkasiga? 25 dan kecha 25 dan mingsa yetadi. Mustahkam bo'ladi, xudo xolasa. Nechi puldan bu? 110 ming bilan 130 ming o'rtasida bu ham kelishgan holda bo'ladi. Terib olsa-chi? Endi tevara bir xil bo'lmaydi. Ha. Kichik bo'ladi o'rta. Katta kichik. Kelishsa, kelishgan holda qilib beramiz. Qiladilar, juda ham yaxshi. Qimmat vastamiz o'rta. Qimmat vasta. Yeniroq. Bu nechi pul bu? 40 santimetr chiqadi, bitta qo'l yetmayapti. Ha, bitta qo'l yetmayapti. 20 ming so'm o'rta bu ham. 20. Ichgacha bir xil ichida ulog'i yo'q, kaltasi. 20 ming so'm kvadrat. Kvadrat. Nechi kvadrat chiqarasiz bitta qator? Bitta qator 4 kvadrat. 4 kvadrat, ha? Keyin og'asidan joy chopda ochilmagan, yopishtirib qo'yilgan o'rta. Ha, yaxshi. 20 ming so'm. Mana bu 15 ming so'm holatda vatsamiz bor. Bozor sotilayotgan holat 9 ta 10 ta olib qo'yilgan. 9 ta 10 ta narigindan ko'ra sal nimaroq, ha? Sal. 5 ming farqi bor ekan kvadratga. Ha. Misol uchun 300 kvadrat bo'lsa ham, 200 kvadrat bo'lsa ham farq qilardi. farq qilar ekanda. Juda ham Bu yaxshi. vassam ham xizmati bitta. Bu vassam ham xizmati bitta. 11 ming deyotgan vassam ham xizmati bitta. Endi u hamma o'zini cho'ntagiga qarab olaveradi. Bosaveradi. Ha, to'ppa-to'p. Biz yangi bilan 150 ming deyotgan to'silar shu holat o'rta. Ha, yana-chi? Keyin o'rta. 5 metrli sarva 60 ming so'm. Aha. 4 metrli to'sinimiz bor aka. Ha. 80 ming so'mda abishni to'sin. Abishni to'sin. Sotilayotgan holatda Bu qancha qo'yiladi buni? to'singa o'rta. Bu ham uygami yo? Ha, asosiy abishni 4 metrli to'sin shunaqa holatda bo'ladi. Ha. Endi hozir bu bozor savdolarimiz va sezonlarimiz pasaygan mahalla 5 metr to'sin olmasdan 4 metrli assortimentga olib qo'yganmiz. O'sha hisobiga sizga baqotlar ko'rsatyapti. U to'sinlarimiz yo'q bo'lsa, bu to'sinlarimizni vaqtda sotamiz. Ha. Abishni to'sin shu holatda o'zi. Ha. 4 metr to'sin. Yaxshi. 80 ming so'm. Yana nima bor? Mana hadava sezonlarimiz boshlanadi, ular to'sinlar topolmay qolasizlar. Bu narsalar pullaring bo'lsa olinglar. 5 metrli boy to'sin bu ham. 5 metr. Hammasi bir xil baquvvat to'sin. Bu 4 metrli uyami yo 4 4 metrli, 420, 430 ham ko'taradi. Ichigacha bir xil maydasi. Qop deganda bu o'ta. Juda ham yaxshi. Xo'p, endi dastlabkilarimiz qayergacha? Farg'ona, Namangan, Andijonga telefon qilsa dasturchilar qilamiz, xudo xolasa. Ha, yaxshi, xudo xolasa. Endi bular narxini aytmam, bular 200 ming so'm. 200 ming so'mdan 5 metrli o'sha boy to'sin dekkaningiz. Shu holatda bo'ladi. Xudo xolasa. Dastlabki kelishgan holatda bo'ladi. Ob'yomga qarab turib, ha? Ob'yomga qarab. Aka, shu Namangan, Farg'ona, Andijon xudo xolasa xizmat qilib qo'yamiz. Kelib telefon qilishsa dasturchilar. Xudo xolasa, akalar ekranda nomer qoldirman, aloqaga chiqib qolasizlar. Shu ikkala tomonlama bizga olamiz. Kimga narsalar zarur bo'lsa aloqaga chiqib qolasizlar. Ismim Murodjon. Murodjon.